Kulib turgan soxtadan ko'ra samimiy bo'lgan qo'pol yaxshiroq. Suykalib ish bitirgan tulkidan ko'ra jahlin ochiq ko'rsatgan shoqol yaxshiroq. Oyog'i yerdan uzilgan katta qo'llardan boshi yerdagilari ming marta yaxshiroq. Yumshoqqina otilgan paxtadan ko'ra qattiqqina bo'lsa-da taxta yaxshiroq. 100 bor yolg'on va'da qilgandan ko'ra bir bor amal qilgan va'da yaxshiroq. Qo'li ochiq lekin niyati g'araz do'stdan ko'ra so'zsiz yordam qiladigan begona yaxshiroq. Tashqaridan farishta, ichidan bo'ri bo'lgandan gunohi bor, lekin yuragi pok inson yaxshiroq. Qilib bo'lib afsus chekkan yuzlardan qilmaslikka harakat qilgan yurak yaxshiroq. So'zi shirin ammo amali achchiq odamdan tili og'riqli bo'lsa ham niyati sof yaxshiroq. Yuqorida turib pastdagilarni mensimaganlardan pastda turib yuqoriga suyanganlar yaxshiroq. Har ishida manfaat kutgan qarindoshdan hech nima bermay sevgi bergan begona yaxshiroq. Shon shavkat mansab uchun o'zini sotgan insondan ismsiz lekin insofli inson yaxshiroq.